Assalomu alaykum. Aziz hamkasblar. Bugun biz tarbiyachi oilamizga payvandrom qo'yish uchun tarbiyachi oilamizni o'shanga moslaymiz. O'sha videoni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Yaqin kelavering. Buning uchun mana biz do'stlar tarbiyachi oilamizda ichidan mana bu ona yurgan romni oldik. Hozir ko'rsataman sizlarga onani. Mana ona ko'ryapsizlar. Juda yaxshi. Buni tepadagi qavatga joylash uchun qo'yamiz. Mana qo'ydik mana. Bu qavatni ilk qavat setkali universal diafragmani ustiga qo'yamiz. Mana universal diafragmamizni bitta ikkita turibdi, bittasi ishlaydi. Mana o'shani ustiga qo'yyapmiz. Mana qo'ydik. Bu romimizni mana qo'yamiz. Endi bu tarbiyachi oilamizdan asalli romni olamiz endi. Mana asalli ovqatli va asalli rom ekan bu. Mana ovqatli asalli rom. Shu yergacha urib qo'yib kelgan, juda arisiz. Buni chekkaga qo'yamiz. Mana chekkaga qo'ydik. Ikkita rom oldik endi. Buni orasiga biz mana karbushkani qo'yamiz. Buna ovqat quyib berib turamiz. O'shaning uchun mana bunday qilib joylaymiz buni. Karmushkamiz kaltaroq bo'lgani uchun shunga mosladik biz. Mana endi buni yoniga biz ochiq ruhli romlarni joylaymiz. Ochiq ruhli ko'ramiz. Qani. Bu rom bek urug' ekan mana do'stlar. Bek pishgan urug' rom. Bunda ochiq urug' yo'q, rom yo'q. Bu o'z joyida qoladi. İkinci romni ko'ramiz. Mana do'stlar, bu ochiq urug'li rom va pishgan urug'lar chiqyapti. Ona urug' qo'yish uchun bizga juda ham kerak rom bo'lgani uchun buni mana bu yerda ketashlar bo'shayapti, ayrilar chiqib, buni bu yerdagi ikkinchi romni ustiga qo'yamiz, yoniga qo'yamiz. Mana ona arimiz bizga bitta urug' qo'yish uchun. Endi uchinchi romni olamiz. Mana bu ham ochiq urug'li rom ekan. Ochiq urug'li rom. Hozircha mana ochiq urug'li rom. Ovqatlari yaxshi. Hozir yog'da 1 2 3 4 ta rom bo'ldi. Bu qismda ko'ryapti.
Mana bu ochiq urug'li rom bizga kerakli rom hisoblanadi. Mana bu romni ko'raylik. Bu berk urug'li rom nimasi bilan qiziq qolmaymi ekan buni? Nega ishlab olgan? Bitta bo'lsa qani qo'yib ko'raylikchi. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta rom bu yoqqa chiqdi. Endi biz asalli romimizni chekkaga qo'yamiz. Hozir ko'rsataman do'stlar. Bu gulchanli rom ekan. Asalli gulchan rom. Bu chekkaga tushadi. Mana asalli gulchanli romni chekkaga qo'ydik biz. Undan keyin bizga kerak bo'ladigan ochiq urug'li romni nima qilamiz? Mana ochiq urug'li rom. Buni ikkinchi romga qilib qo'yamiz. Shashmanglar do'stlar. Ochiq urug'li romni ertaga olib tashlaganimizda bizni qiynamasligi uchun oldin buni pishgan urug'li romni qo'yib olaylik bu yerga. Mana bunday qilib. Bu yerga ham o'xircha qo'yamiz endi. Mana o'xirchani qo'ydik. Buni qo'ydik. Mana endi uni yoniga biz qo'yyapmiz mana bu ochiq urug'li romni. Ya'ni aridan bu ochiq urug'li romni ertagacha ishlab tursin. Undan keyin qo'yamiz mana pishgan urug'li rom. Bundan yosh arilar chiqa boshlaydi. Pishgan to'la ko'ringlar. 80% oshiga urug' buni. Bu tomoni ham mana to'liq urug'ini ko'ringlar. Ma'qul. Bu qo'yib mana endi uni yoniga yana bizda o'qa urug'li rom bor. Bu o'qat urug'li romimizda biroz urug' bor ekan. Endi iloji yo'q. Qo'yishga majburmiz buni. Mana qo'ydik. Endi biz buni yoniga yon taxta qo'yamiz. Buni yon taxtani ham yon taxtani bu yerga tushirib mana buni nimamizda bizga payvand rom joylaydigan qismimizni ochamiz. Mana bu payvand romni mana bu payvand romni nimasiga biz asalli suv purkab qo'yganmiz.
ya bo'lmasa nima qiyom purkasa ham bo'laveradi. Mana arilar bunda tezda egallab polirovka qilib turadi. Ertagacha romimizni qo'ydik. Bu yonida ochib o'rib. Mana endi arilar tagidan qismga o'tib ketadi. Biz mana bu etajimizda nimani ikki qavatli setkali hozir bunday qo'yib turay. O'rtoqlar, buni og'ir ichida onasi yuribdi. Mana bu ikki qavatli setkali diafragmani buni olib tashlaymiz. Keling, olib tashlaymiz. Mana oling. Setkali nima qildi? Mana buni mana bunday ikki qavat setkali diafragmani letogini 180 gradusga teskari qilib orqasiga qaratib bunday qo'ydik. Mana diafragmani mana bu razdelительный shotka bor joylari bek holatda turiladi hozir. Onali etajimizni mana hozir do'stlar birinchi navbatda esimizdan chiqibdi. Mana bu o'xirchaga ovqat quyib olishimiz kerak biz. O'xirchamizga ovqat quyib olamiz. O'xirchamizga ovqat quyib oldim. Uning ustiga ikki qavat setkali diafragmani joylaymiz. Joylaganimizdan keyin ona yurgan etajga asta sekin olib kelib buni ustiga qo'yamiz. Endi buni yoniga yon taxtani qo'yamiz. Yon taxtani mana shogirdimiz ham kelib qoldi bu yoqda. Qarab tomosha qilib turibdi. Ismi Hojafa. Mana qo'ydik. Endi buni ustiga o'xirchasiga ovqatini quyamiz. Ovqatini quydik. Endi buni
üstünü bekitamiz. Bakın. Bekitib. Teshigini ham bekitamiz. Bakın. Onun tara telefonu benim. Kötü. Mana buni ichi issiq bo'lishi uchun buni issiq bo'lamiz. Chunki lötniyarilar uchib ketib qoladi. Uchib ketganda tepada arilar oz qolishi mumkin. Atrofda issiq bo'lishi uchun mana uğradık. Bu telefon diyemiyorum. Bugünlükü bana makam orayı. Şimdi kapağını yapayım. Kapağını. Ya yaş kapağını. Kapağını koyduk. Mana endi bizga shu tarbiyachi oilamiz tayyor holat kelib turibdi. Kechasi bilan u buyog'i payvandromda arilar polirovka qiladi. O'sha kosachalarni ertamadan uni olib biz unga nima qilamiz. Qolgan ishlarni ertaga ko'rsatamiz. Ikkinchi qismi mana hamma lötniy arilar kelib o'sha pastki etajlarni kiradi. Arilar juda ko'p shu qismda yig'iladi. Mana bu qismda biroz ochib qo'yamiz mana. Mana ochib qo'yamiz. Bundan arilar nima qilib chiqib chiqqandan keyin aynalib kelib pastga kirib ketaveradi. Shunday qilib pastda juda katta, juda ko'p miqdorda yosh va arilar joylashadi. Undan keyin ertasiga payvandron qo'yib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.